Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar, aziz yurtdoshlar. Ayni fursatlarda siz bilan sirli qo'ng'iroq loyihasi va sizlarning sirli boshlovchingiz. Barchangizga Allohim tuhfa etgan yana bir go'zal kun muborak bo'lsin. Mana shu chiroyli kunda esa tavallud ayyomlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni ham chin dildan muborakbod etamiz. Allohim bu chiroyli kunda uyingizni fayz va barokatga, qalbingizni esa quvonch va shodlikka to'ldirsin. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mehribon qiz, yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Yaxshi, o'zingiz qanday? Yaxshi, rahmat, Allohga shukr. Qizaloq yangi yoshlar ayyomlari muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Ilohim uzoq umr ko'ring, dadajoningiz, ayajoningizni baxtiga sog' salomat bo'ling. O'qishlarda ham a'lo baholarga o'qib, barcha orzu niyatlaringizga yetib yuring. Ilohim. Mehribon, bugun mana shunday chiroyli kun bilan sizni chin dilimizdan qutlash istagida ayni paytda sirli qo'ng'iroq loyihasidan qo'ng'iroq qilib turgan edim. Bugun bizning loyihamizga sizni judayam yaxshi ko'ruvchi insonlar tomonidan chiroyli tabrik so'zlari yo'llab qolingan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Bu tabriklar kimdan bo'lishi mumkin? Akamdanmi? Akajoningiz ismlari? Vakil Abduvakil aka. Shunday demoqchimidingiz? Judayam yaxshi. Amakingiz Abduvakil aka sizni chin dildan qutlab qolgan ekanlar. Ular tomonidan yo'llangan tabriklarni o'qib eshittirishni boshlayman, maylimi? Mehribon, avvalo barcha yaqinlar, oila a'zolari baxtiga, jumladan yaqinlar amakingiz Abduvakil aka, yaqinlar Gavharxon opa, Hanifaxon yengengiz, Shodiyonaxon, Soliha bonu hamda katta onalaringiz Gulbahor, ona otalaringiz G'aybulloh bob, dadangiz Tolibjon aka, ayajoningiz Muxlisaxon aya va barcha yaqinlar baxtiga sog' salomat bo'ling deb ushbu tabrik so'zlarini o'qib eshittirishni boshladim. Assalomu alaykum. Bizning qalbimizdagi, bag'rimizdagi guli g'unchamiz, erkatoyimiz, sho'xgina, shaddodgina qizalog'imiz. Mehribon, bugungi chiroyli yoshlaring, chiroyli kunlaring muborak bo'lsin. Ilohim dadajoning, oyijoning va biz amakilaring baxtiga har doim sog', omon bo'lib yurgin. Allohim senga eng chiroyli baxtlarni, eng yaxshilarni ravo ko'rsin va har doim yurgan yo'llaringda omad, baxt eshiklarini sen uchun ochib qo'ysin. Qizalog'im, seni judayam yaxshi ko'raman. Har birimizning mehrimiz tushgan, qalbimizdan joy olgan insonimiz sen bo'lasan. Bolalik, podsholik deyishadi-ku, sen bizning bag'rimizdagi malikamizsan. Boringga shukr. Har doim bizning erka qizalog'imiz bo'lib yurgin. Seni judayam yaxshi ko'ramiz. Oyijon, dadajonlaringni yuzini yorug' qiladigan, bizni ko'zimizni quvnatadigan bir qiz bo'lgin. O'qigin, ilm olgin, kelajakda katta o'qishlarga kirgin. Barcha orzu niyatlaringga yetishib yurgin. Senga faqat va faqat eng chiroylilarni, eng yaxshi baxtlarni tilab qolamiz. Baxtimizga har doim omon bo'lgin qizaloq. Seni judayam yaxshi ko'raman deyosh bu tabrik so'zlarni barcha yaqinlar nomidan amakingiz Abduvakil aka yo'llab qolgan ekanlar. Rahmat. Sizga ham katta rahmat. Mehribon, ayni paytda amakingiz tomonidan yo'llangan kichik she'riy satrlar ham bor edi. Siz uchun ularni ham o'qib eshittiraman, maylimi? Mayli. Bu erkak qizaloq har birimizning qalbimizdan joy olgan, hammamiz o'z qizimizdek yaxshi ko'ramiz bolajonimizni. Baxtimizga yomon bo'lsin. Mana shu she'riy misralarni o'qib eshittiring deya chiroyli she'riy satrlar yo'llagan ekan. Ularni o'qib eshittirishni boshladim. Senga osmon qadar cheksiz baxt tilaymiz. Ummonlardek chegarasiz taxt tilaymiz. Ko'zlaring hamisha sevinchdan porlasin, Allohim hamisha iymonga chorlasin. Beg'ubor qalblaring aslo g'amlanmasin, bu qora ko'zlaring mutlaqo namlanmasin. Hamisha shodlik-yu quvonchimiz bo'lgin.
har doim mehribon, ishonchimiz bo'lgin. Robbim panohida asrasin seni, baxtingni ko'rsatib, quvnatsin bizni, deya amakijoningiz so'zlariga yakun yasagan ekanlar. Abduvakil akamga kattakon rahmat. Mana shu tabrikka yo'llaganlari uchun. Ularni Men yaxshi ularni ko'rasizmi? yaxshi ko'raman. Sizga ham kattakon rahmat. Mana shu tabriklarni o'qib eshittirgan. Sizga ham katta rahmat. Har doim mana shunday yaqinlarni erkatoy, eng yaxshi ko'rgan qizalog'i bo'lib bering. Ularni bag'rida o'sib, ulg'aying, yaxshi baholarga o'qing. Maktabda ham hammadan avval qiz bo'lib yuring. Mehribon qiz, ayyomlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Siz bilan mana shunaqa chiroyli kunlarda mana shunday chiroyli suhbatlar qurishni istab, salomat bo'ling deb qolamiz. Omon bo'ling. Rahmat o'zingizga ham. Rahmat. Omon bo'ling. Ushbu taronamiz esa Sirli qo'ng'iroq loyihasi ijodkorlari tomonidan siz uchun maxsus yangraydi. Marhamat. Hoy sen buncha shirin, so'zlaring shuncha shirin, erkatoyim yuzi hoyim qizalog'im. Kulsang unda shirin, kulgingda bol yashirin, qani jonim, mani jonim qizalog'im. Hayotimda chirog'im, ko'zim nuri qarog'im, yuragimda mador yaxshiyam san bor qizalog'im. Ikki nurli yanog'im, so'zi shirin qaymog'im, dilim sanga xumor yaxshiyam san bor qizalog'im. Birga yursang agar, baxtliman kulsang agar, so'zi bolim, gul jamolim qizalog'im. Aytginni tilaging, buncha go'zal ko'ylaging, ko'zi chog'im, qo'g'irchog'im, ko'zmunchog'im, hayotimda chirog'im, ko'zim nuri qarog'im, yuragimda mador yaxshiyam san bor qizalog'im. Ikki nurli yanog'im, so'zi shirin qaymog'im, dilim sanga xumor yaxshiyam san bor qizalog'im. Hayotimda chirog'im, ko'zim nuri qarog'im, yuragimda mador yaxshiyam san bor qizalog'im. Ikki nurli yanog'im, so'zi shirin qaymog'im, dilim sanga xumor yaxshiyam san bor qizalog'im. Hoy sen buncha shirin, so'zlaring shuncha shirin, erkatoyim yuzi hoyim qizalog'im. Kulsang unda shirin, kulgingda bol yashirin, qani jonim, mani jonim qizalog'im. Hayotimda chirog'im, ko'zim nuri qarog'im, yuragimda mador yaxshiyam san bor qizalog'im. Ikki nurli yanog'im, so'zi shirin qaymog'im, dilim sanga xumor yaxshiyam san bor qizalog'im.